Nutq bu kuch, to'g'ri va ta'sirchan gapira oladigan inson boshqalarning qalbini zabt etadi va yetakchiga aylanadi. Notiqlik san'ati qadimdan insoniyat bilan birga rivojlanib kelgan. Bugungi kunda rahbarlar, o'qituvchilar va tadbirkorlar uchun bu ko'nikma yanada zarur. Yaxshi notiq bo'lish uchun 3 ta asosiy ko'nikma kerak. Birinchi, ishonchli ovoz. Ikkinchi, tana tili va uyg'unlik. Uchinchi, mantiqiy tuzilma. Mashhur notiq Sitseron ham aynan shu tuzilmani asos qilib olgan. Yaxshi nutq tayyorgarliksiz bo'lmaydi. Mavzuni chuqur o'rganing, tinglovchilarni aniqlang, ko'zguda mashq qiling. Notiqlik san'ati bu nafaqat gapirish, balki boshqalarga ta'sir qilish san'ati. Har bir so'zingiz ilhom, kuch va muvaffaqiyat manbai bo'lsin.